metan propan o'rnatamiz taksi narxida. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi mashinalarimiz Cobalt mashinalarini qo'yganmiz. Ularni metanni yechib propan qilib berganmiz. 65 talik balon joylab berdik. Akkuratni qilib Belarus balonlar bilan termoturkular bilan sunuka qilib berganmiz. Metan balonni yechib oldik buni. O'rniga propan qo'yib berdik. Oldi qismiga metan yechib propan qilishda faqat reduktor almashadi, ish slanglari italyanskiy fragment shlangni o'rnatib berdik. Reduktorimiz italyanskiy Nordic reduktor bilan ustunuka qilib berganmiz. Original qomatlar bilan chiqarmaslik uchun. Farsunkasi bilan miyasi o'ziniki qoladi. Bu Cobaltimizga 4-pokoleniya original jihozlarda metan ustunuka qilib berdik. Yangi mashinamizga italyanskiy original farsunka Adax firmasiga tegishli reduktordan foydalandik. Blok upravleniya Yevropa gaz Basiko 24 miyasidan foydalandik. Hozir bagaj knopkasilarni ham, pulka zavodga programma, motor korpus programmalarini qilib beramiz. Ichkarida Damas mashinamizga listga 3,5 lik listga metan joylab beryapmiz. Taglari shumka bo'ladi. 4 ta lentaga tortib beramiz. Bu mashinamizga byudjetli variant qilib рабочий balon ustunuka qilib beryapmiz. Yil 23-yil. Oldi qismiga original jihozlarda 3-pokoleniya o'rnatib beryapmiz. Salonda kulchatir gaz nechta qolishini ko'rsatish uchun 4-pokoleniya kulchatirdan foydalanyapmiz. Nechta qolganini bemalol bilsa bo'ladi. Sidinani ko'tarib yurish hojati yo'q. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narx-navoga keladigan bo'lsak, bu Cobaltimizga 80 talik metanni yechib o'rniga 65 talik propan taqib berdik. 1,2 million so'm to'lov qildi. Balonni yili eskiroq bo'lgani uchun. Bu mashinamizga 4,5 million so'mga ustunuka qilib berdik. Original jihozlarda. Ichkaridagi Damas mashinamizga 2,3 million so'mga ustunuka bo'lyapti. Hamma narsasi original jihozlarda.